2025-yil tak 14-oktyabrda Pink Lady Rose Globe olmalari do'stlar pishib yetilib bo'ldi. Bu e'tirof yetildi, sababini o'z aytamiz. O'sha Pink Lady Rose Globe yaxshilab e'tibor beringlar. O'sha har yilgi chempion olma do'stlar. Qattiqligi, so'shninligi uy sharoitida bez xoladenlik, paddal holatda ham saqlasalar ham bo'laveradi. Bu ko'chada ancha sotyapmiz. Buni payvandagi silindrozda payvand qilingan, silindrozga payvand qilingan, tagi golden bo'lgan, tepasiga iskana qilib solingan. Mana shu holatda 4 yasharli shoxi shu holatda meva bergan. Yaxshilab e'tibor bersalaring 30 kilogacha yuki bor do'stlar. Endi hozir yana ko'rsatamiz. Kalibriga ham baho berasizlar. Sekinroq yuravering. Mana rang olib bo'ldi. Ani boshqa joylarda rang olgan yo'q. Sababi buni kuchli o'suvchanligi uchun rangni olib, kalibrni ham bir xillikda qilib berdi. Mana yaqinni ko'rsinglar, mana artaman. To'xtab, ya'ni artaman. Plistit qarang, bekorga Pink Lady Rose Globe deyilmaydi. Mana pushti xonim. Mana hammasi bir xilda bo'ldi do'stlar. Yorig'i yo'q, sababi bitta agronomlar mutaxassislar ishlab boryapti, yorig'i kam. Deyarli bu bog' sotilib bo'ldi. Hozir bu videoni kuzatib borsalaring, hammasini ko'rsatib boramiz. Endi mana orqadan ko'rsating bularni. Mana biz mana shulardan kaltalarni olib tayyor qilganmiz. Hozircha hammasi mana bir xilda, ana bir xillik juda ko'p do'stlar. Akalar, kimga shunaqa chiroyli shtampda katta yerlar maydonlarga bog'lar tashkil qilmoqchi bo'lsalaring, xuddi shunaqa qilib mana o'tlar o'rilyapti, xudo xolasa. Yana buni videosini 20 kun davomida qo'yib boramiz. Shunaqa bog'lar tashkil qilmoqchi bo'lsalaring, pastga qo'yamiz. Telefon qilaring, yevro bog'lar tashkillashtirib beramiz. Videoni o'tkazmay turinglar, hozir keyingi videolarda qo'yib boramiz.